Odamni shunday dovcha yegisi kelib ketdi. Erimga olib bering desam, baribir olib bermaylar, jimot. Qanaqa qilib bo'lsa ham shu erimga oldirishim kerak-da. Assalomu alaykum, Imkon savdo markaziga xush kelibsiz. 1 minut. Alo? Alo dada. Shunday dovcha yegim kelyapti. Shunday dovcha yegim kelyapti. Iltimos olib keling. Iltimos olib keling. Bo'ldi bolajonim, ishdan qaytishimda olib boraman. Bo'pti. Uzr, bizda bozordan ham arzon narxda aksiyamiz hali ham davom etyapti. Onamni ham ko'rmaganimga ancha bo'ldi. Shunday sog'inib ketdim. Islom? Bizda iPhone, Samsung, Honor, Redmi smartfonlarining barcha turdagilarini boshlang'ich to'lovsiz 12 oy muddatga birgina pasport evaziga bo'lib to'lashga olsangiz bo'ladi. Dada, bebeğim soğandı. Borib kelaylik. Borib kelaylik, iltimos. Shu kecha tushimga kiribdilar deydi. Shu kecha tushimga kiribdilar. Bo'ldi bolam. Shuningdek, avtomashina jihozlari uchun 20% lik chegirmaga ega bo'lishingiz mumkin yoki 25% lik bonusga ega bo'lishingiz mumkin. Zo'r aka. Hozir 1 minut yana. Dada, oyimni ammam to'yda. Dada, oyim ammam to'yida. Oyim mana shu ko'ylakda ko'rgim kelyapti. Ha, sho'mpilmiya xotin. Bu buncha narsani bizda bola emas, cho'ta xotin xohlayapti. Yo bolani qilib qo'yapti. Hayotda bermayman. Shestricha. Aka, yuring. Qizil ko'ylagi aqlimni oldi.